домашний tuxum. Xo'sh. Har ertalab mana shuni qilishingiz kerak. Organizmga kerak hamma protein, eng kerakli oqsillar va suyaklarimizga, tizzalarimizga, bo'g'inlarimizga, grijaga ham juda ham foydasi bor buni. Kerakli kalsiyni mana shu po'chog'idan olasiz. Buning umuman ziyoni yo'q. Faqat eng asosiy sharti tuxumni ichishdan oldin yaxshilab yuving. Chunki tovuqning axlati bilan insonning axlati deyarli bir xil. Tushundingizmi? Ikkinchi sharti har oyning boshida 5 kundan 7 kungacha mana shunaqa qiling. Oshqozonda muammosi borlar po'chog'ini yemaganingiz ma'qul. Oshqozon uchun ham juda ham foydali tuxum yutish. Damashniy bo'lsin, uy tovug'ini tuxumi. Fabrikaniki yaxshi emas. Salomat bo'ling.